Otabek aka, biz yangi deb eshitdik, qo'l markazi ochilibdi. Poytaxtning qaysi tumanda va hozir qanaqa jarayondamiz? Hozir poytaxtimizning Chilonzor tumanida Bunyodkor ko'chasi 120-uyda joylashgan ma'muriy amaliyot markazimiz bor. Ma'muriy amaliyot markazimiz ichida qo'l markazi tashkil qildik. Mana hozir mana jarayonda qo'l markazini tashkil qildik. Bunda fuqarolarimiz murojaatlarini qabul qilish, test qabul qilish va yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha barcha savollarga javob beradigan qo'l markazini tashkil qildik. Tez va qulay tarzda javob beradigan. Bundan tashqari shu fuqarolarimiz uzoqdan kelishi yoki bu yoqqa kelib murojaat qilishini oldini olgan maqsadda shuni telefonda murojaatlarni qabul qiladi. Undan tashqari Telegram botlarimiz bor. Keyin quyidagi nomerlarni raqamlarni qoldiramiz. Qoldirib ketamiz. Rahmat. O'sha murojaatlarni tez qabul qilish va tez hal qilish masalasida call center markazimiz ochildi. Do'stlar, demak, alohida shahrimiz aholisi mehmonlariga, yurtdoshlarga qulay berish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qo'l markazi ochilgan. Raqamlarni qoldirib ketamiz. Qaysi vaqtda, demak, ular qo'ng'iroq qilishi mumkin? Vaqti kunlarda Endi kunimizdan dushanbadan shanba kunigacha ish vaqtida soat 9 ertalab 9 dan 18:00 gacha bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Mana shu vaqt orasida yurtdoshlarimiz bemalol, misol uchun qoidabuzarlik bo'yicha, yo'l harakati xavfsizligi tomonidan yuborilgan jarima qarorlar bo'yicha qo'ng'iroq qilishlari mumkin va mana shu videoni hamma yaqinlarga yuborib qo'yishni so'rab qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling.